Ikkinchi kurs talabasi bo'lganingizda duch keladigan birinchi maxsus imtihon avvalgidan farqli o'laroq yangi elementni ham o'z ichiga oladi. Bundan buyon birinchi va uchinchi kurs talabalari bilan ham raqobatlashishingiz mumkin. Agar men oqxonadan kelgan odam bilan sherik bo'lsam, o'yin shu yerni o'zida tugaydi. Bilasizmi, men har doim kuchli erkaklarga mehr qo'yganman. Menga qanchalik uzoqqa bora olishingni ko'rsat. Men avvalgidek o'ylash tarzimdan voz kechmoqchiman. Bundan buyon men o'zimni ushlab turmayman. Qanday bo'lmasin, men Kyoto Kayano Kojini bu maktabdan haydalishini istayman. Sen bilan o'ynayman, buni intiqlik bilan kut. Biz o'sha kimsasiz orolda omon qolish paytida musobaqalashdik. Zo'ravonligingga yengilaman deb o'yladingmi? Kuchli raqib aynan o'sha stolda o'tirishi mumkin. Menda endi ikkilanish yo'q.